yaxshi, qimmat narsa olib berasiz. Voy, uzra, bolam ko'rmay qopti. Opajon, ko'ravering, hamma razmerlarimizdan bor, sifati a'lo darajada. O'g'lingizga ham razmer topib beramiz. Opajon, sizlar bemalol ko'rib turinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Do'koninglarni optim deb maqtashgan edi. Shunga yangi modellar bo'lsa ko'rsating, sal ko'proq olaman. To'g'ri aka, hozir kakras bahorgi kolleksiyalarimiz kelgan. Ranglarini tanlab bersangiz, o'shalardan emasga qilib beraman. Oyi, qarang, mashina olib bering, men zo'r ekan. Bolam, kemamni ham ko'rgin. Mana qara, bu ham chiroyli ekan. Mana shu model ham skromniy, chiroyli ekan. Bu modelimizni sifati Yevropa standarti bo'lgani uchun chet davlatga ham mashinadan ko'p eksport qilamiz. Mana mashinadan keyin kamida 3 yil kiyasan, bolam. Oyi, menga har doim aytsam, kot kiyim olib berasiz. O'rtoqlarim ustimdan kun tashyapti mashina. Bu narxga bunaqa sifatli mahsulotni bu bozordan topa olmaysiz. Bolam, sharmanda qilma, hamma qarab turibdi. Yo'q, mashina. Oka, hozir 1 minut. Men bilmayman. Jiyan, qaysi biri yoqdi senga? Xohlaganingni tanlab ol. Mana yoqdi. Yoqqan bo'lsa, xohlaganingni ol. Voy, yo'q, rahmat. Mana, jiyan, yaxshiligiga kelgan. Hisobini menga yozib qo'yasiz. Siz chiqavering, o'g'lingizda 2 og'iz gapim bor. Baraka toping. Sizdagi saxiy insonlar ko'paysin. Oka, yordam berayotganingizga qaraganda opani taniysizmi deymani? Yo'q. Onangiz orni ko'rib ta'sirlandim. Uyda 4 kishilik ovqat bo'lsa ham birinchi bo'lib qornim to'q deydigan bu ona. O'zi yemasdan yedirib, eski, chirib ketgan kiyimda yursa ham farzandim chiroyli bo'lib yursin deb kiyintiradigan, borini beradigan bu ona. Senga borini berayotgan. Onangni asra. Men hozir butun boyligimni, borini bersam ham bitta onamni orqaga qaytara olmayman.